Bizda Yevropa gazda Jack S8 avtomobiliga 61 litrlik Belarusiyada ishlab chiqarilgan propan gaz balonni zapaska qismiga chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Mana balonni turish holatlari mustahkam qilib o'rnatib berganmiz. Eng sifatli propan gaz balon bilan o'rnatib berildi bu avtomobilimizga. Oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni tanishtiradigan bo'lsak, bu avtomobilimiz benzin aralashtirib yuradigan оборудование, ya'ni 5-avlod nimasi kompyuter boshqaruvi bilan o'rnatib berilyapti. 48 ga 4 Yevropa gaz brendida Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruvi, mana ko'rishingiz mumkin. Alyumin korpusi, Dakota farsunkasi, eng sifatli farsunkalarimizdan hisoblanadi. Italiyada ishlab chiqarilgan Rail brendidan. Reduktorimiz italyanskiy reduktor hisoblanadi. 6 kichik eng katta avtomobillarga o'rnatib beriladi bu inspektor reduktorimiz. Italiyada ishlab chiqarilgan. Hop. Mana bu yerda filtri turadi. Buni ham almashtirib turish kerak. Bu avtomobilimiz 500-600 trassada 700 km masofani bosib o'tadi yuziga. O'shanda 1-2 maksimal qilsa 3 litrgacha yuziga benzin sarflaydi. O'sha hid chiqarmaydigan fagumichlanglari bilan va bir metalik filtr bilan o'rnatib beryapmiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, narx-navolari bo'yicha batafsil to'liq ma'lumot berib o'taman. Farsunkamiz Dakota Italiyada ishlab chiqarilgan eng original Rail brendidan original bo'lgan farsunkamiz. Bu tomonda Jack M3 avtomobilimizga 3 ta 30 litrlik metan gaz balonlarini o'rnatib beryapmiz. Balonni turish holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berganmiz 3 donasini. Bu avtomobilimiz trassada 250, 200, 300 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. So'raganlarga zapravkasi 100 ming so'mga to'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Stag brendidan Polshada ishlab chiqarilgan kompyuter boshqaruvimizni Gofas Stag Gofas 200 bilan o'rnatib berilyapti. O'sha farsunkalari-yu hammasini original jihozlar bilan o'rnatib beryapmiz. Reduktorini X qilib farsunkasini o'sha Rail brendida Italiyada ishlab chiqarilgan farsunka bilan o'rnatib berilyapti. Bu Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balonni o'rnatib beryapmiz. O'zi propandayda 47 litrlikda yechib turib, o'rniga 90 litrlik metan gaz balonni o'rnatib beryapmiz. Original chanasi, avvalgi chanaga original kranlari bilan o'rnatib berilyapti. Videoni oxirigacha kuzating, batafsil to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Original zapravочный X original reduktori bilan 1 yil kafolatga ega. Mana o'zida kelgan farsunkasi bunga oldin qo'yilgan. Basika 24 ga 4 blok boshqaruvi bilan o'rnatib berilyapti. Buni narxini 3.700.000 mingga o'rnatib berilyapmiz. Yana ikkita bazaga kiritish bilan 300 ming bo'lsa 350 ming, 4.50 ming so'mga tushyapti. Ikkita bazaga, gayni bazasi, zapravkani bazasi bilan. Cobalt avtomobili 90 litrlikda zapravkada 100 ming so'mga to'lsa 250, 300, 300 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tyapmiz. Manzilimiz qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. Yevropa gaz servisda avtomobillaringga kelib, metan va propan va ularning original jihozlarini o'rnatib ketishlari mumkin. Yog'i Sardobadan kelishda, Jizzaxdan kelishda, Sardobadan o'tganda Gulistonni ichiga o'ng tomonda 18 km to'g'ri katta trassa bor. 18 km masofani bosib, o'ng tomonga mana shu ko'prikchadan o'tib kelishlari mumkin. Biz Soyda, Anhorda bo'yida joylashganmiz. Bu yog'i Toshkentdan kelishda most oldidan Jizzaxga
o'ng tomonga burilib ketasizlar. O'sha most tagidan Gulistonni ichiga to'g'ri 16-17 kilometr masofani bosib, o'ng tomoniga svetofordan o'ng tomonga burilib 2 kilometrda bitta razvorot chiqadi. O'sha razvorotdan bitta qayrilib olib 20-30 metrda o'ng tomonga burilib kelsalaring bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bosilgan likelar ko'proq insonlarga YouTube tavsiya qiladi videolarimizni. İnsanlarga manfaati tegishini xohlayman. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Buni narxini Jack M3 ga 330 litrlik metan gaz balon bilan 8,5 million so'mga o'rnatib berilyapti, original jihozlari bilan. Bu Jack S8 avtomobilimizga benzin aralashtirib yuradigan 5-avlodini hamma jihozlarini original italyanskiy qilib o'rnatib beryapmiz. 61 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balon bilan o'rnatib berilyapti. Buni narxini 8,5 million so'mga o'rnatib berdik. Hamma jihozini original qilib. Agar balonni Xitoydagi bo'lsa yoki boshqa bo'lsa arzonroq chiqadi. Jihozlarda masalan arzonrog'ini qo'ysa, yana ham arzonroq chiqaveradi. Masalan, Farsunkada, Reduktorda, Miyada farqlari bor. O'sha jihatlariga e'tiborli bo'linglar. Bizda qo'ydirmasalaring ham, qo'ydiradigan joylaringda sifatni talab qilib olinglar. Shu maslahatim sizlarga. Bizda mayli qo'ydirmasalaring, ha, sen o'zingnikini maqtaysan emas. Men ham masalan bir joyga borsam, sifatni tanlab olaman. Birinchi o'rinda talab qilib olaman. Arzon aytdimi, demak bir narsasi bor. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Bu Cobalt avtomobilimizga propanni yechib, o'sha 90 litrlik metan gaz balonni ikkita bazasiga kiritib berish bilan 4,50 ming so'mga bitirib beryapmiz. O'sha o'zini miyasi bilan farsunkasi qolyapti joyida. Buyog'ini o'sha ikkita bazaga kiritish bilan 4,50 ming so'mga o'rnatib beryapmiz. Nimaga ikkita baza deyapman? Bitta bazasi Gayni bazasi, ya'ni yagona darajadan ruxsatnoma olganingizga, o'sha ruxsatnoma olganingizdan keyin Gaylarning planshetida ko'rinib qoladi. Ikkinchi baza sentyabr oyida hamma zapravkalarda, metan, propan zapravkalarida bitta bazaga ulashyapti, ya'ni bitta tarmoqqa. O'sha tarmoqqa ro'yxatga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki zapravkalar sentyabrdan o'sha baza bo'yicha ishlaydi. Agar o'sha bazada mashinangiz, avtomobilingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, avtomobilingizga gaz beradi. Bo'lmasa gaz berishmaydi. Shu jihatlariga e'tiborli bo'linglar. Hozir biz Damas avtomobillariga 3,3 million so'm bilan o'rnatib berilyapti 65 litrlik metan gaz balonlar bilan ikkita bazaga kiritishi bilan. O'shani Damaslarga 40 litrlik propan gaz balonni 2,3 mingga o'rnatib berilyapti. O'sha bazaga kiritishi bilan shu joylarga ahamiyatli bo'linglar. Kimga qiziq bo'lsa, bizda propan rabochiy ishlatilgan propan gaz balonlar bor. Kesalaring kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Pastda raqamlar turibdi, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar kimga qiziq bo'lsa. Ko'pchilik savol berishyapti kommentariyada, borsak necha va qancha vaqtda o'rnatib berasizlar deyapti. Cobaltlarga 2 soatda boshlansa 2 soat vaqt ketadi. Mana bu agar Jack S4+ o'rnatiladigan bo'lsa, 4 soatdan 5 soatgacha vaqt ketadi. Chunki buni o'rnatish uchun ozgina ko'proq vaqt talab qiladi. Chunki o'rnatish salgina qiyinroq o'shani hisobiga. Propan o'rnatadiganlarga, avtomobillarga propan o'rnatmoqchi bo'lganlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Avtomobilingiz 100 kilometrga qancha benzin sarflayapti? Masalan, 9 tami propan ham o'sha 9 tani sarflaydi. 8 tami 8 ta sarflaydi. Propan hozir 7,5 ming so'm litri. O'sha joylarga solishtirishda ahamiyat beringlar, yoki metan qo'ysam yaxshimi, propan yaxshimi? Propan benzinga ozgina yaqinroq bo'ladi. Propanni mana bu
jiday motorli avtomobillar ko'proq o'rnatishyapti.